Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahar 5-mikrorayon Mirxan restorani oldidagi 5 qavatli g'ishtli uyning 3-qavatdan 3 xonali 2 tomonlama proyektga ega uyni ko'rib chiqamiz. Ushbu uyimiz barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Bu yer mehmonxona. Mehmonxonamiz полностью mexga mebel qilingan. Jurnalli stolik hamda ikkita pufik. Uyimiz duxkonturli isitish tizimi bilan isitiladi. Derazalari akvaplast deraza romlari hamda jalyuzi qilingan. Shunday kirasiz yashaysiz xolos. Bu yerda Artel brendining televizor hamda chiroyli qandillar. Eng asosiysi barcha xonalarimiz alohida. Bu yer eshikdan kirish qismi, koridorimiz juda ham kattagina, kenggina. Bu yerda prixo'ja qo'yilgan. Ikkinchi xonamiz bolajonlarimiz yotoqxonasi, kosmetika qilingan. Fonoviy remont qilingan hamda bu yerda ikkita односпалка, divanlar qo'yilgan, dars qilish uchun joy hamda kattagina shkaf ham mavjud. Endi esa yotoqxonamizni ko'rib o'tamiz. Yotoqxonamiz ham yotoqxona mebellar bilan jihozlangan. Bu yerda turmoq hamda kattagina shkaf ham mavjud. Bu yerda даже gladiyatli stol, uchuqlargacha barcha narsa qoladi. Endi esa oshxonamizni ko'rib chiqamiz. Oshxonamiz ham kattagina, kenggina bo'lib ko'rishingiz mumkin. Oshxona mebellar bilan jihozlangan. Gaz plitasi, vытяжка, rakvina barchasi mavjud. Hamda bu yerda Artel brendining kir yuvish mashinkasi, muzlatgich, mikrovolnovka, hattoki bu yerda yana bitta televizor hamda bu yerda duxkonturni isitish tizimi. Bu yerda yaxshi brenddan qo'yilgan kotelimiz hamda отопление ham juda ham issiqgina. Bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun stul ham mavjud. Endi esa sanuzxonalarni ko'rib o'tamiz. Hamda eng afzallik tomoni sanuzxonalarimiz alohidaligi. Tepadan pastgacha kafetelga vanna, rakvina mavjud hamda smesisilarni yaxshisidan qo'yilgan. Hojatxonamiz ham xuddi shunday, tepadan pastgacha kafetelga. Eng asosiysi bu yerda suv nasosi ham o'rnatilgan. Suv bilan umuman muammo bo'lmaydi hamda bu yerda restoran ham mavjud. Endi esa qaytadan manzilni aytib o'taman. Manzil Buxoro shahar 5-mikrorayon Mirxan oldidagi 5 qavatli g'ishtli uyning 3-qavatdan 3 xonali 2 tomonlama proyektga ega uyni ko'rib o'tdik. Ushbu uyimiz 90 kvadrat metr bo'lib, barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Uyimiz juda ham a'lo tarzda ta'mirlangan hamda barcha jihozlari qoladi. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.